Xo'jayin bir tim pul bermadi. Nimaga bermaydi? Ishlaring ma'qul bo'lmaganligi uchun obyektni rasvo qilgansalar deyapti. Uni ustiga kvartiraga, dokumentga, instrumentga ko'p pul ketgan. Bularni qayerdan yopaman? Bunaqa kelishmaganlik-ku. Men nima qilay? Men nima qilay? Sen ishni yaxshi termagansan, stachkani yaxshi qilmagansan. Shuning uchun pul yo'q. Xo'jayin chala ishlaganlaring uchun qamataman deyapti. Yaxshi ishladik-ku. Obyektni rasvo qilgansanlar. Kiyimlaringni yig'ishtirlaring. Yurtga qaytasizlar. Men bu yerlarni tinchitib, orqalaringdan boraman. Bir tim pulimiz yo'q, qanday qaytamiz? Meni ham pulim yo'q. Boshim qotgan. Ey, tezroq ketinglar. Xo'jayin kelmasdan sizlarni qamashi mumkin. Qani tezlashing. Orqadan men ham boraman. Onam davolashim kerak edi. Pulni qayerdan olaman endi? O'g'limni kontraktini qanday to'layman endi? Jiyan. Endi men nima qilay? Tog'a, mana buni oling. Bilaman, kam. Buni o'zimdan beryapman. Nima qilyapsiz? Ularga gapirmang, tezroq keting. Tezroq bo'ling. Ha jonim. Ularni aldab, pulini olib haydab yubordim. Pullarni senga jo'natdim. Bir haftadan keyin ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil.